Assalamualaikum. Hörmətli tədbirkarlar. Xuş gəlibsizlər. Fərqə siz muammanız nə var? 30 milyon kredit aldım. Şu an ne kredit almışım soracağım. 30 milyon ailevi tədbirkarlıq qoyacağım. Nə o fəaliyyətin görür? Mesela Məsələnçilik mi? İndi nə o fəaliyyət edəcəksən? şu an dükkan İstanbul'da. Eğer 33 milyon ailevi tədbirkarlıqdan faydalanan bolsanız, hazır 50 milyon Gelos kreditimiz var. 3 ile 25 faizden. Şundan veremiz. Gelosuz. Faaliyetinizi aytasız, nav faaliyet kılan olmasanız, hani teyiş hüccetlerini veresiz. Dükkan mı, işlep çıkarış mı, yani milli işçilik diyen yine değil, milli işçilik kılsanız ama boladı. Şunu kılamam deseniz, özünüzü cayınız olsa, faaliyet cayınızı gösterəsiz var, göremiz. Ana nav alas, cihazlaşma, eylemli için gerek olsa veremiz. Olar mı şunu size? Hiç hüccet Hüccetle faaliyet icra şartnaması gerek. Keyin aldı satış şartnamalar gerek. Lekin cismani şahs kıyın hazır. Ailevi tədbirkarlık bo'yicha alan. Gelip yuridik şahs bolup ro'yxatdan o'tib ketish kerak. Kamida 2 tadbirkor bo'ldi. Bo'ldi, shuni aytganingiz bo'ldi. Mendan savol bor edi. O'tgan yil biznesga birinchi qadam dastur bo'yicha kredit olgandim. Shuna endi uni yana faoliyatimga kengaytirjakmi? Shuna necha kreditlar olsam bo'ladimi? Necha kreditlar tashkil qilasiz? O'tgan yilcha 17 million. 17 million var. Nima faoliyat? Chorvachilik. Siz ham shundan bilsa bo'ladi. O'zi oilaviy tadbirkorlik dasturidan foydalangan mijozlarni ro'yxati shakllantirilgan. Haqiqatda foydalanan ijobiy ko'rsatkichga ega bo'lgan respublika bo'yicha shu ro'yxat shakllantirilgan. Shu ro'yxatda bo'lsangiz bo'ldi. Siz ham 50 million garoz kreditdan bersagan bo'ladi. Bilamisiz ham? Garoz kreditni necha million olsa garoz bo'ladimi? 50 million. Maksimal. Hazır 100 milyonluk ham bor. 100 milyonluk prezidentimiz 312 qaror bo'yicha 100 milyonluk garoz kreditimiz ham bor. Uni oxirgi 12 oy davomida faoliyat yuritgan korxonalar uchun beriladi bu kredit. Bundan bersagan bo'ladi. Lekin hammasini yuridik shaxs bo'lib ro'yxatdan o'tish kerak. Ha, ro'yxatdan o'tish kerak. Kreditlar uchun.